Assalomu alaykum. Assalomu. Kecha yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Turpangizni turpan qolsin bilan. Ha, bo'ladi. Aytpammi? Ha. Kodini ochib bering. Nechisi bu? 14. Turing. Siz Azam Jimchining qizimisizmi? Yo'q. O'xshaysiz. Pardamalni taniysizmi? Yo'q, tanmayman. Tanishmi? Alo. U kaka, namin talab ketdingiz? Men tashqinda qolib ketdim-ku, men kim ham ketaman endi? Men talab ketib qoldim. Men kim ham ketaman? Taksi pul juda qimmat ketdi. Hozir o'zi ham zapravkalar ishlamayapti. Hamma benzinga ketyapman deyapti mana yerda. Nima qilyapsiz men ustimni? Ana u kaka mana qizim qilib jabdi. Ustimni men talab ketib qolibsiz onasini imsin. Pardamalning qo'y jonim ketmayman menga desang o'lib ketsin qo'yaman billa aka. Astilban qilaman. Siz nasibni qilyapsiz meni? Kulgili gapiryapsiz-da? Ha, nimasi qilgili? Men talab ketdi-da, men hozir tashqinda qolib ketdim, bitta o'zim hamma ketdi. Tushunmadim-da, o'shancha kulgili. Shu vosita qilish shartmi? Telefon berasiz? Turpangiz beraman, siz meni istimga kelmang deyapman-da, kelyapsiz meni istimga. Xo'p, kulgili. Nima qilyapsiz? Prosta kulgili deyildi-da. Ya bir joyim jirtirma, ayting, bir joyim jirtirma. Nimadir xotaman. Nima turpangiz? Yo, odam ustiga kelmanda, o'tkilsangiz bo'lmaydi. Mana turpangiz-da. Ya nima qilyapsiz? Yo'q. Prosta kulgili gapirdingiz-da. Ha? Shevizga tushunmadim, prosta kulgili gapirdingiz-da o'shanga. Shu keldingizmi? O'zi buni taniysizmi? Yo'q, tanmayman. O'zi buni. Sizda Dilfuz kim? dilpi simichkachi bor-ku. Yo'q. Uroq qayroqchanichi? Yo'q, tanmayman. Taniysizmi? Tanmayman. Ya siz nima qilib gapiryapsiz odamimizni? Ahmoq qilasizmi yo? Yo'q. Prosta kulgili gapiryapsiz-da, shunga kulyapman. Kulgili? Mayli, rahmat turpangiz uchun. Mayli, ketang. Bu yoqqa qarab ketasiz-ku. Yo'q, bu yoqqa ketmoqchiman. Bu yoqqa qarab. To'xta. Mana bu yerda kamera bor-da. Bu prank qo'ying bo'ldi.